yoqqa kelamiz. Assalomu alaykum. Mana sohilda birinchi etaj 3 xonalik oddiy remont qilingan. Mana aka. Mana yashil dunyo yaqin. Mana yashil dunyoga mana yerdan chiqsa bo'ladi. Birinchi etaj hozir uyda avzal qilib beraman. Mana aka birinchi etaj. Mana aka 3 xonalik. 3 xonalik. Mana birinchi xonasini hozir ko'rsataman. Bu uy sotiladi-da, ijara berilmaydi. Sotiladi mana aka. Birinchi etaj. Mana bu uy ham bor. Mana konditsionerlari bor. Uy sotiladi. Narxini hamma narsasi aristoni bor. Mana bu zali. Mana bu 3-uy. 3-uy. Detskiy xonada. Detskiy xona. Oshxonasini ham ko'rsataman. Oshxonasini ko'rsataman. Oshxonaga gaz plita, ko'hna mebel bular qoladi. Narxini 210 million deyapti. 210 million deyapti. 105 million shuna kirit qolgan. Kiritni davom ettirib ketishgan. Kiritni davom ettirib ketishgan. Kiritni davom ettirib ketishgan. 210 million deyapti. Kelishamiz deyapti-da. Zal. Zalni yana ko'rsataman. Mana zali. Mana bu detskiy xonasi. 210 million kelishamiz. Kiritni davom ettirib ketishga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.